bandada sakinat paydo bo'ladi. Alhamdulillah, shu ne'matni shukrini ado etdim. Fotiha surasini qiroat qilganda nima deymiz? İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Kechasi bilan ibodat qilib, sajda qilib, oyoqlari shishib ketar ekan, u oddiy bir shukr ekan. Alloh taolo bandasidan rozi bo'lishi, bandani shukr qilishiga bog'lab qo'yilgan. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalari ibodat qilib, oyoqlari shishib ketdi. Shunda Oysha radhiyallohu anha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki: "Ey Allohning rasuli, sizni avvalgi va oxirgi gunohlaringizni Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilgan bo'lsa, kechib o'tib yuborgan bo'lsa, bu qadar ibodat qilishga nima hojat bor?" degan savolni berganlarida janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Men Robbimga shukr qilguvchi banda bo'lmayimmi?" dedilar. Kechasi bilan ibodat qilib, sajda qilib, oyoqlari shishib ketar ekan, u oddiy bir shukr ekan. Qaysi birimiz qilamiz bu ishni? Endi shukrni xislatlari, uni fazilatlari haqida ulamolar aytadilarki, birinchisi shukr Allohning go'zal ismlaridan bittasi Shakir degan Alloh taoloning go'zal ismi bor. Bu o'z-o'zidan bir fazilat baxsh etadi. Ikkinchisi, shukr nabiylarning xislatlari. Hamma payg'ambarlar Robbiga shukr etgan. Uchinchisi, Alloh taolo shukrga buyurdi: "Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun." Meni yod etinglar, men sizlarni yod etaman, menga shukr qilinglar, menga kufronai ne'mat qilmanglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. To'rtinchisi, shukr mo'minlarning sifati. Mo'minman degan inson Robbisiga shukr qilishi kerak. Beshinchisi, Alloh taoloni sizni bizdan rozi bo'lishiga sababchi bo'lgan yaxshi amal. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va in tashkuru yardahu lakum." Agar shukr qilsalaring, u sizlardan rozi bo'ladi deyapti. Allohning roziligini topish uchun bandada shukr bo'lishi kerak. Xo'p, oltinchisi, bizni xavf va xatarlardan, azobdan omonda qolishimizga sababchi bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum." Agar sizlar shukr qilsalaring va iymon keltirsalaring, Alloh sizlarni azoblab nima qiladi deydi. Demak, shukr bilan banda o'ziga keladigan azobni daf bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda shukr ne'matni ziyoda bo'lishiga sababchi bo'ladi. Alloh taolo agar shukr qilsalaring, men sizlarga ziyoda qilib beraman deydi. 8-inchisi, oxiratda katta mukofot bor shokirlarga, shukr qilguvchilarga. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va sanajzish shakirin." Yaqinda biz shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz deb marhamat qiladi. 9-inchisi, Allohning roziligi shukrga bog'lab qo'yilgan. Alloh taolo bandasini duosini ijobat bo'lishi va Alloh taolo bandasidan rozi bo'lishi bandani shukr qilishiga bog'lab qo'yilgan. Mana hammamiz Fotiha surasini qiroat qilganda nima deymiz? İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. O'zingigina ibodat qilamiz. Ibodatda shukr ma'nosi bor. O'zingigina ibodat qilamiz va o'zingdangina yordam so'raymiz. Demak, biz Allohdan yordam so'rashdan oldin unga shokir banda ekanligimizni bildirib qo'yapmiz. Ey Robbim, o'zi biladi Alloh. Ey Robbim, o'zingigina ibodat qilaman va o'zingdangina yordam so'rayman deyilyapti. Shunga o'xshash juda ham ko'p yaxshi fazilatlari bor. Yana bitta fazilati, insonga ofiyat keladi. Ya'ni inson ne'mat kelganda shukr qiladi, musibat kelganda sabr qiladi, ko'ngli xotirjam bo'ladi, ofiyat bo'ladi. Qarang, har bir bandaga ne'mat beriladi. Ne'mat beriladi-yu, shu ne'matni xursand bo'lib qabul qilgandan keyin qalbida bitta o'kinch bo'ladi-da. Men shu ne'matni haqqini ado etdimmikan degan narsa
har qanday mo'minning qalbidan o'tadi. Ana shu paytda shukr qilib qo'ysa, Robbisiga alhamdulillah, Allohdan ekanligini e'tirof qilsa, hamd aytsa va shuni Alloh buyurgan joyga ishlatadigan bo'lsa, bandada sakinat paydo bo'ladi. Alhamdulillah, shu ne'matni shukrini ado etdim degan ruhiy bir dalda bo'ladi, ruhiy bir quvvat paydo bo'ladi.